Uchtepa mahalla fuqarolar yig'ini huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha tuman adliya bo'limiga biriktirilgan. Ushbu mahallada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining birinchi sonli qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda ish tashkil qilib borganmiz. Bunda demak, nizoli xonadonlarni o'rganish, xonadonlarning huquqiy muammolarini o'rganish yoki mahallada sayyor qabullar tashkil qilish bo'yicha reja jadval asosida tasdiqlangan yo'l xaritasi asosida ish tashkil qilib kelyapmiz. Uchtepa mahalla fuqarolar yig'inida 1006 ta xonadon bor, 1130 ta oila bor. Shulardan 13 ta nizoli oilalarga kirib, ular bilan suhbatlar olib borish natijasida mana shu nizoli oilalarni o'zaro yarashtirishga erishildi. Bundan tashqari, reja asosida xonadonlarga kirib, ular bilan huquqiy targ'ibot ishlarini olib boryapmiz va mahallada haftada bir marta reja asosida sayyor qabullar tashkil qilib kelyapmiz. Bundan tashqari, mahallaga shu Telegram kanallari va boshqa ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda mahallada keng huquqiy targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Targ'ibot tadbirlarini boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda olib boryapmiz. Bunda bizga demak tuman ichki ishlar bo'limi, xotin-qizlar bo'limi, ta'lim idoralari va boshqa tashkilotlar bizga keng yordam beryapti. Mahalla raisi boshchiligida mahalla yettiligi bilan birgalikda mana shu mahallada jinoyat sodir etilishini oldini olish va aholining huquqiy ongi, madaniyatini oshirish bo'yicha doimiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilib kelyapmiz. Uchtepa mahalla fuqarolar yig'iniga Norin tuman adliya bo'limi boshlig'i Nafisa bizga biriktirilgan. Mana shu oila nizoli oilalarni o'rganish bo'yicha har oyda bir martadan sayyor qabul tashkillangan. Xonadonlarga uyma-uy kirib, o'sha nizoli oilalarga borib tushuntirishlar olib borilgan. Muhtaram Prezidentimizning birinchi sonli qarori bo'yicha ishlar tashkillangan, ijrosi ta'minlanmoqda. Haftani payshanba va chorshanba kunlariga uyma-uy kiramiz. Oyda bir marta adliya sayyor qabulni o'tkazib, fuqarolarga tushunmagan savollarga javoblarni beramiz. Mahalla yettiligi bilan adliya hamkorlari Prezidentimizning birinchi sonli qarorining ijrosini ta'minlayapmiz.